grijani o'zi og'riq bermaydi-da. Bu grija bu og'ir ko'tarishdan boshlansa, sразу grijani taxmin qilib kelishadi. Biz o'sha yengil shu kinezologiya, peditariya yo'nalishida muolaja o'tkazamiz. Yengil og'riq bo'ladi, qo'yvoradi, uyish bo'ladi, qo'yvoradi. Bunaqada asosan ko'proq boyagi shamollash bilan aziyat chekadi. Odam shu shamollagan shu mayda bo'g'imlarini kasalligi orqali beli qotish, beldagi muammolar kelib chiqadi-da, grija deb yuraveradi, grijani lechini qilib. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz dolzarb bo'lgan, hamma uchun qiziq bo'ladigan mavzu bel og'riqlari va grija to'g'risida bo'ladi. Bugungi mehmonimiz ko'pchiligimiz taniydigan mashhur neyroxirurg, falsafa doktori doktor Ahmedjonov Dilshod akamizdan taklif qilganmiz. Bular bilan ko'pchiligimizni qiynaydigan mavzu to'g'risida suhbatlashamiz. Dilshod aka, xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Bizani taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun avvalambor rahmat. Xo'p, bugungi mavzuyimiz ko'pchiligimizga qiziq bo'ladigan grija va bel og'riqlari to'g'risida bo'ladi. Xo'p, hozir ko'pchiligimizdan tushadigan savol, menda grija bor deyshadi. Menda grija bor, qachon operatsiyaga shoshilishim kerak yoki qachon xotirjam bo'lib davolash yo'llarini, ya'ni konservativ usullarni tanlasam bo'ladi deb savollar keladi. Bizga juda ko'p beriladigan savol. Shunga bir fikringizni yoritib bersangiz chiroyli bo'ladi. Menga ham murojaat qilib kelishadi bemorlar. Nima bezovta qilyapti, nima shikoyatingiz desam, grija deyishadi. Bo'ldi. Endi u yerda shikoyat og'riq bo'ladi. Og'riq asosan xarakterni priznakida. Keyin og'riqlarni tekshirib chiqsam, grija sabab bo'lmaydi o'zi aslida. MRT qildirsa grija chiqib keladi. Lekin og'riq xarakteri umuman boshqa. O'shanda MRTni faqat xulosasidan kelib chiqib, grija chiqadigan bo'lsa, grijani davolab yuraversa, effekt bo'lmaydi bemorlarda. U klinikadan bu klinikaga, unisidan bunisiga yuraverishadi. Umurtqada kasalliklar ko'p o'zi, degenerativ kasalliklar. Misol uchun umurtqa bo'g'imida muammo bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigani yoki mushaklar spazmi hisobiga bo'lishi mumkin. Grija, umurtqa siljishi yoki qanaqadir bir vaspolitelniy protsess bo'lishi mumkin. Endi xalqimizda boshqa kasalliklarni uncha ko'p faqat shifokorlar asosan biladi. Bu narsani kasalliklarni o'qib o'rgangan. Og'riq bo'lsa, grija degan kasallikni bilishadi yoki osteoxondroz. Shu narsa deb o'ylashadi. Grijani asosan operatsiya qilishni o'zini 100% ko'rsatmasi bor. Bu butun jahon nimalarida qo'llaniladi. Xo'p, operatsiya qilish kerak agar bemorda og'riq belida va oyoqda 2-3 oydan oshsa, uzog'i taxminan o'rtacha deyishadi 2 oy lecheniya olsa, davolash usullarini hamma narsani qilib ko'rsa, og'riq qo'yib yubormasa, operatsiya ko'rsatma. Bu ham to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma emas. Endi bu bemorga tushuntiriladi, hayot sifatini tezroq yaxshilash uchun hamma lecheniya olindi, davolash usullari qo'llanildi, qo'yib yubormadi. Endi u og'riq shunchaki oddiygina og'riq bo'lmaydi-da, og'riq shunaqa kuchli bo'ladiki, bemor operatsiyaga rozi bo'ladi, operatsion stoliga yotishga. Og'riq unchalik kuchli bo'lmasa, hech kim operatsion stoliga yotmaydi, ming gapirmasangiz, tushuntirmasangiz. Xo'p, eng katta sabablaridan o'zi og'riq 4-o'rindagi bir xavf hisoblanadi. To есть operatsiya ko'rsatma. Eng operatsiyaga aniq ko'rsatmalardan biri oyoqda sezgida o'zgarishi boshlansa. Chunki grijani o'zi og'riq bermaydi-da. Bu grija bu diskni bo'rtib qisgan bir bo'rtib chiqqan bir qismi. Uni atrofida u nerv bo'lmaydi. To есть o'zida grijani Fibrozniy kalsiyo ozgina bo'rtgan. Bo'ldi. Grija qachon nerv ezib qo'ysa, og'riq boshlanadi. Endi aynan shu nerv oyoqni ma'lum bir sohasiga sezuvchanlik, harakatni ta'minlaydi. Mana shu funksiyalarda buzilish boshlansa, endi bu yerda operatsiyaga shoshilish kerak bo'ladi. Misol uchun oyoqda sezishni kamaysa yoki og'riq yo'qoladi-da, bitta oyoq unchalik sezmaydi. Yoki oynaga borib qarasa, bir oyoq ikkinchisiga nisbatan ozib qoladigan bo'lsa, unaqada operatsiya qilishga, chunki nerv o'layotgan bo'ladi-da. Yoki eng xavflisi tos a'zolari faoliyatida buzilish bo'lsa, uni tiklanishi juda qiyin. To'g'ri. Mana bunaqa ba'zida Kauda sindromi degan narsa bor, grija katta chiqib, orqa miyani dahshat ezadi, beldan past atkaz berib yuboradi. Unaqada bir 48 soat ichida operatsiya qilmasa, bu tiklanish ehtimoli praktichески yo'q, 1-2% bo'ladi. Mana shu vaqt ichida operatsiya qilish kerak. Endi
mana shu simptomlarni grijasi bor odam ehtiyot bo'lib bilib turishi kerakda, shunaqa payt operatsiya qilinadi. Endi operatsiya qiladigan bemorlar nechta deydigan bo'lsak, yaqinda video qildim o'zi statistika olib boramanda. Grija muammosi bilan murojaat qilib kelgan bemorlar 1700 dan oshiq ekan. Ya'ni men 100 ta operatsiya qilishim uchun nechta bel grijasi bilan patsient ko'rganman. O'sha statistikasini qildim. 1700 tadan ko'p patsient ko'rgan ekan. 100 ta operatsiya bo'lish uchun qolgan 1600 kishi nima deydi, grija deb operatsiya vaprosini gaplash uchun kelishganda, qilmaganmiz bu narsani. Taxminan bir 6% ga borsa kerakda. Ya'ni 94% patsient уже sabab boshqa narsa. Xo'p, grija bo'lsa ham yengilroq lecheniya tavsiya etganmiz. Yengil og'riq bo'ladi, qo'yib yuboradi, uyish bo'ladi, qo'yib yuboradi. Bunaqada asosan konservativ terapiya, to есть dori darmon buyurishimiz mumkin. Intervension inyeksiya og'riq kuchli bo'lsa, mana uyushishlar yo'q, oyoq kuchi yaxshi, hammasi zo'r, og'riq kuchli hech narsa yordam bermasa, o'sha rentgen ostida nerv o'ziga tushib turib inyeksiya qilamiz. Bu intervension inyeksiya deydi. Birdan vaspaleniyani yechadi bu narsa. O'shanda og'riq qo'yib yuboradi. Operatsiyaga ham bemorlar bormaydi. Grija asosan ikki xil sabab bilan og'riq uzatadi-da. Birinchisi biomexanik bir vaspolitelniy protsess hisobiga bo'lishi mumkin. Yallig'lanish hisobiga, ikkinchisi kompressiya hisobiga. Mana bu kompressiya hisobiga bo'ladigan bo'lsa, bu endi operatsiya. Bu degani odamni bo'ynidan xuddi bo'g'ib turgandek, uni qo'lini olib tashamasa nafas yetishmay qoladi. Nervni boyaga aytgandek qo'pol nevrologik defitsit boshlanadi agar shunaqa bo'g'ib turgan bo'lsa. Praktически 80-90% holatda bioximический protsess ketadi, vaspolitelniy qanaqadir. Bu xuddi mana bu arra yoki chivin chaqsa atrof qizarib qoladi-ku. Mana shu qizargan narsani ketqizsangiz, mana chivin chaqsa 2 kun qichishib yuradi. Shu inyeksiya yoki buyuriladigan dorilar mana shu narsani ketqizishga qaratilgan. Mana shuni ketqizsa bo'ldi. Bu grija bezovta qilmay o'tiraveradi. Organizmni sekin-sekin kichkinlashtirib, so'rdirib yuboradi-da. Demak, ko'p holatlarda biz bemorlarimizni xalq o'ylaydi, shu grijam qisib qoldi deb o'ylaydi, lekin u yerda juda ham mana hozir statistikani aytdingiz, kam foiz holatlarda grijani sababidan og'riq bo'lar ekanda, ko'p foizda boya aytganingizdek yallig'lanish, yana qanaqa sabablarga ko'ra belda og'riq, belda qotishlar bo'lishi mumkin? Eng ko'p sabablari mushak spazmi hisobiga bo'ladi. Miofassalniy sindrom. Miofassalniy sindrom. Birinchi kun dahshat og'riq bo'ladi ularda ham. Shunaqa holat bo'ladiki, qiyshayib qoladi. Bemorlar srazu operatsiyani gaplashishga kelishadi. Chunki oyoqda ham ozgina sonda ham spazm bersa, oyoq ishlamay turadi-da o'sha paytda. U endi miofassalniy sindrom bir haftalarda lecheniya qilsa qo'yib yuboradi. Undan keyin miofassalniy sindrom mushak spazmida bir e'tibor bilan ishlash kerak. Bu paftor bo'laveradigan bo'lsa, уже xronический holatga o'tib qoladi. Miofassalniy sindromi tegida asosan obmen vеществ, modda almashinuvi jarayonida shu har xil nimalar o'tadi, o'shanda молочная kislota deydi. O'sha spazm berganda chiqib keta olmaydi mishsadan. Jig'ishni boshlaydi-da, o'sha yerda уже og'riq boshlanadi. Bir haftalarda o'tib ketadi-yu. Shuni asosan eng ko'pi shu. Bu sovuqda yoki sovuqdan issiqqa o'tish faslida yoki issiqdan sovuqqa qish kirishida juda ko'pchilikda uchraydi. Yoki noto'g'ri og'riq ko'tarsa yoki mushak yaxshi ishlanmagan bo'lsa, birdan og'ir ish qilsa, birdan og'riq ushlab qolib, grija deb o'ylashadi. Aslida bu grija emas. Keyin bo'g'im hisobiga, spondiloartroz deydi yoki artroz hisobiga, umurtqa bo'g'imlaridagi vaspaleniya hisobiga u yerda medial nervlar bo'ladi, kichkina nerv. Tish nerviga o'xshagan nervchalar bo'ladi. Ular faqat og'riqqa javob beradi. Harakatsiz qolib ketsa, uzoq muddat harakatni boshlayotganda og'riq bo'ladi. Harakatsiz bir soatcha bir joyda o'tirib, endi yursa belda og'riq bo'ladi. 15-20 minut yursa qo'yib yuboradi. Ko'p shikoyat shunaqa bo'lsa. Voy, grijam ushlab qoldi deb o'ylashadi. Yursam yaxshiman deb. U bo'g'im hisobiga. Yoki tosson bo'g'imi hisobiga ham bo'lishi mumkin ba'zida. Endi ularning o'ziga yarasha xarakterli simptomlari bor. Keyin dum g'azab bilan tossi birikish joyida.
KPS deydi. Bu ham ko'pchilikda asosan ayollarda uchraydi. Og'riq bo'ladi o'sha joyda. Keyin bemorlar shu grija deb o'ylashadi yoki nima deydi, nimalar yaxshi ko'radigan diagnoz седалищный nerv. Седалищный nerv o'zi og'rig'ini 1-2 marta ko'rganman, u dahshat bo'ladi. Shuni ustidan o'tgan shu mышца, грушевидная мышца spazm bersa, tagida turgan nerv shunaqa siqsa, o'sha nerv bo'ylab dahshat og'riq beradi. U shunchaki emas, endi grijani adashtirib yuborishadi, седалищный deb noto'g'ri lechение qilib ozgina vaqt o'tadi, lekin o'sha qilgan lecheniyasi ham baribir effekt beradi. Grij boshqa kasalliklar bo'lsa ham. Endi tezroq natijaga erishish uchun o'sha muammoni oldin bilib olish kerak. Aynan o'shanga ta'sir etib davolash usullari boshlansa, tezroq natijaga erishiladi-da. Demak, to'g'ri tashxis qo'yish muhim. Eng o'zi tibbiyotda shuncha o'qigan 10 yilga yaqin o'qisak, bizga faqat to'g'ri tashxis qo'yishga o'rgatishganda. O'shandan keyin davolash usullariga o'tish kerak. Biz demak uzoq vaqt davomida bemorlar noto'g'ri tashxis bilan noto'g'ri lecheniya olib yurgani uchun grija tuzalmaydigan kasal yoki grija to'g'risida miyasini bosh qotirib yurishadi ko'pchilik. Grija deb hozir aytganingizdek o'sha miofasal sindrom dedingiz. Miofasal sindromda o'sha bizga kelishadi. Qiyshayib qolgan, beli ushlab qolgan yoki sovuqda yuradi. Mana kecha sovuqda yuruvdim, bugun belim ushlab qoldi deydi. Grija deydi. Lekin MRTni ko'rsangiz, boya aytganingizdek qattiq qisilish yo'q. U aytayotgan dahshatli og'riq beradigan qisilishlar yo'q. Xulosada yozgan bo'ladi. Xulosada grijada his qilib yurishadi. Xulosani o'qiydi. Xulosani o'qib sirazi aytadi. Men grijam qisib qolgan, mana shu grijam bor edi anchadan beri deydi. Yoki og'ir ko'tarishdan boshlansa sirazi grijani taxmin qilib kelishadi. Biz o'sha yangi shu kinezologiya, peditiar yo'nalishida muolaja o'tkazamiz. Bizning muolajada o'sha aytganingizdek miofasal sindromda bitta mushak gipertonusda bo'ladi, bittasi gipotonusda, bo'shashgan holatda bo'ladi. Endi shu gipertonus sababini aniqlab, uni bo'shatish orqali davolansa, boyiga bemor birdaniga yengillik sezadi. Chunki gipertonus asosiy og'riq beradigan, boya aytganingizdek spazm bo'lgan mushak gipertonus holatida bo'ladi. Endi shu holatni yechish uchun buni sababi o'rganib chiqilinadi. Boya aytganingizdek sabablar ko'p. Bizni tekshirganimizda nimani ko'rdik? Shuni sababi ko'proq jarohatga bog'lanyapti. Bemorni misol suhbat qilganimizda qachondan beri shu belingiz qotib turadi desa, birdan bugun demaydi u. U aytadi, "Men deydi 4 yildan 5 yildan beri bir ushlab qoladi, keyin qo'yib yuboradi" deydi. Keyin hammasini surishtirib chiqsak, birinchi boshlanishi qachondir muzda sirg'anib yoki dumg'aza bilan yiqilgan bo'ladi. Yoki qachondir nima deydi, oyoq qismidan jarohat olgan bo'ladi yoki o'sha bel qismida konkretniy orqa bilan yiqilgan holatlarni ko'ramiz. Endi yiqilganda nima sodir bo'ladi? Yiqilganda o'sha joyda nervda sezgilarda muammo qoladi. Ya'ni o'sha yiqilgan joyda nerv sezgilarida, retseptorlarda повышенный signal qolib ketadi, ya'ni baland signal. Болевой retseptor deymiz, og'riqqa shu anaqaga javob beruvchi o'sha notsepsiya degan narsa bor. O'shanda miyaga ketuvchi signal balandlashib qolar ekan. Bu balandlashish miyaga borganda o'sha belimiz atrofidagi mushaklarni balansirovkasini buzib yuboradi. Ya'ni bittasini spazmda ushlab qo'yadi, bittasini bo'shashgan holatga tushirib qo'yadi. Spazm tarafi o'z navbatida qiyshaysh ham berishi mumkin yoki o'sha atrofdagi boydagi kuchli og'riqqa sabab bo'lishi mumkin. Bu muammoni yechishga o'sha boya aytganingizdek bizaniki ham xuddi shunaqa to'g'ri tashxis, qaysi nuqtaga ta'sir qilsak, shu beldagi o'sha miofassalniy sindrom qo'yib yuboradi. O'shani aniqlab turib, mishsani spazm qanaqa yechasiz? Mishsani spazmini bo'shashgan tomondagi mishsani qidiraman. Misol uchun, mishsa agonist, antagonist bo'lib ishlaydi. Bir tomonida o'sha agonist tomoni agar spazmda bo'lsa, endi agonist qanaqa qaraladi? O'sha aynan harakatni bajaradigan agonist. Protiv движенияni bajaradigani antagonist. Agar gipertonus mushak agonist deb qaraydigan bo'lsak, antagonist tomonda ko'proq muammo bo'ladi. Ya'ni insonlar jalba qiladi, belim mamyoq og'riyapti deydi. Biz tekshirsak, belini aynan protipoложный tarafida muammo bo'ladi. O'sha tomondagi nerv sezgilariga ta'sir qilish orqali bu yoq tomondagi o'sha immuniy og'riq tomondagi spazmni bo'shatib yuborsak bo'ladi. Bu ham o'ziga yarasha qisqa vaqt davomida amalga oshiriladi. Hech qanaqa ukolsiz, dorisiz, даже igloterapiya o'tkazmasdan turib ham qilsa bo'ladi bu narsani bemalol. Shunaqa yangi metodika bilan lecheniya qilamiz. Shuning uchun
grija deb kelishadi, o'zi aytganingizdek aslida grija emas. Endi ularga grija emas desangiz, siz yolg'onchi qiladi, ya bo'ldi deymiz, ko'rib chiqamiz deb. Keyin o'sha mushakni spazmli joyini aniqlab olamiz и keyin uni bo'shatishga harakat qilamiz. Ko'p holatlarda kvadratniy mышцада bo'ladi gipertonus, keyin поясничный подвздошный mushaklarda bo'ladi. Endi shunaqa bo'ladiki, kvadratniy gipertonusda bo'ladi, поясничный подвздошный gipotonusda, ya'ni kvadratniy spazmda, поясничный подвздошный bo'shashgan holat. Bir xil holatlarda kvadratniy gipotonus bo'ladida, uni orqasidan kelib yopishadigan поясничный подвздошный mushagimiz gipertonus holatga tushib qoladi. Bu odam boydagi belini ko'tara olmaydi. Agar поясничный подвздошный gipertonus holatda bo'lsa, belini ko'tarishga qo'ymaydi. Yotganda ham beli aytishadi, belim yerga tegmayapti, unaqa tepaga tortilib turibdi. Shu simptomlariga qarab ham aniqlasa bo'ladi. Endi bizani aniq o'sha test qilish uslubimiz bor. Har bitta mushakni o'zini alohida test qilish yo'li bor. Metatiskiy refleks deymiz. Mushaklarni boydagi refleks orqali test qilib turib, o'tdagi напряжение qaysi birida bor, qaysi birida bo'shash bor. Shuni aniqlab olsa bo'ladi. Boya sizga aytdim, bitta yelka pastroqman. O'shani qarab to'g'rilab berarsiz-da. Sababini topsiz. Rasmga tushsa boshqa yo'lda sal 10 yilga pastroq turadi-da. O'zi aslida mana shu qomatdagi o'zgarishlar ham mышцаning disbalansidan bo'ladi. Bu oddiy misol uchun bilsa bo'ladigan narsa. Umurtqani ushlab turgan mushak bo'lishi mumkin yoki umurtqani ushlab turadigan mushaklar ko'p, misol uchun umurtqaga birikadigan. Shirachashniy mышца bor. Orqa tomondan trapetsiovidniy mышцаlar bor. Rambovidniy kurak bilan yopish. O'sha har bitta mushaklarni tekshirib chiqib, qaysi mushagingiz gipertonusda turibdi? Albatta gipotonus, ya'ni bo'shashgan mushakning o'zini boyiga ikkinchi qo'shilog'i bo'ladi. Ya'ni tortilib qolgan mushagi bo'ladi. Ko'p o'sha toliqish, og'riqlar ana o'sha joyda bo'ladi. Endi og'riq bermasligi ham mumkin, boydagi qomatda buzilish beradi. Lekin gipertonus kuchli bo'lsa og'riq beradi juda ham. Endi tajribalardan kelsak, bemorlar keladi ko'p. Ikkita qo'lim og'riydi, tinimsiz qaqshab og'riydi, charchoq hissini sezaman deydi. Uni tekshirishgan, uni rosa analizi topshirtirishgan, revmatizm tashxis qo'yishgan. Lekin revmatizm ko'rsatkichini ko'rsangiz, u narsa baland emas. Juda baland bo'lmaydi. To'g'ri, ozgina vоспаление ketsa ham revmatizmdagi ko'rsatkichlar ozgina yuqori chiqadi. Lekin dahshatli darajada baland emas. Biz tekshirsak, imенно o'sha og'riqli sohasida gipertonus aniqlaymiz. Uni yechadigan nuqtaga ta'sir qilsak, birdaniga qo'li bo'shashadi, og'riq o'sha zahoti 50-60% ga qo'yib yuboradi. Dori ichmasdan turib. Mana shuni yechish uchun qancha vaqt ketadi sizda? 5 minut ketadi misol. Bir marta keladi. Bir marta yechamiz, 5 minut ichida og'riq pasayadi. Uni keyin kuzatamiz. Ya'ni uni misol uchun biz yechgan muammoni ustida ham yana muammo bo'lsa, uni qaytarib qo'yadi ertasi kuniga. Endi 100% qaytmaydi. Deylik, gipertonus butun hamma qo'lida bo'lsa, biz muolaja qilganimizdan keyin hamma qo'llari misol bo'shashsa, ikkita qo'lini hamma tarafini tekshirganimizda, ertasi kungi shikoyati qo'limni og'rig'i kamaydi deb, bilagimdan pastda qoldi deydi misol uchun. Mana shu mышцаni o'zi gipertonus, o'sha muammoni ildiziga qarab olib keladi tana. Muammoni ildizini topganimizdan keyin u gipertonus o'sha 5 kun 6 kun tekshiramiz, o'sha qaytmay qolsa bo'ldi, u bemorga oddiy mashq beramiz, keyin boydagi biologik faol qo'shimchalar, vitaminlar yozib beramiz. Shuni aytmoqchiman, nimani yechib berdingiz muammosini-da, qanchadir vaqtda keyin mashq buyurasizmi demoqchiman-da, reabilitatsiya. Обязательно. Reabilitatsiya qilmasa bo'lmaydi. Sababi u mushaklari ancha vaqt davomida ishlamagan bo'ladi. Boya aytganingizdek, bitta insonni bir qo'lini gips qilib qo'ysa, gips yechgandan keyin nima bo'ladi? Boyagi qo'l ozib ketadi. Ya'ni mushak ishlamaganda. Endi bu boyidagi gipertonus, gipotonus holati ham xuddi shunga o'xshab, mushakka kelayotgan innervatsiya yaxshi bo'lmaydi, u yerda qon yaxshi aylanmagan bo'ladi. Biz uni boyiga og'rig'ini kamaytirib, boyi mышцani normaga qo'yganimizdan keyin u reabilitatsiya qilib boyigan joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Endi bizda bitta bu kinezologiya sohasidan tashqari igla terapiya, srazi fizioterapiya o'tkazamiz, chunki o'sha joydagi imенно ishlamayotgan mushaklarni miostimulyatorlar bilan stimulyatsiya qilamiz mushagini. Bu ham tez qonni aylantirib berish hisobiga u odamga yana ham yengillik beradi. Kompleksli muolaja oladi. Keyin o'zimizni oxirida programma maxsus mashqlar bor. Bel og'rig'iga alohida, artroz bo'lsa, bo'g'im yemirilishi bo'lsa, alohida mashq, yelkada, hozir yelka muammolari ayniqsa aktual. Kimdir yelkasi og'risa, uzoq vaqt davomida tuzalish qiyin bo'lib ketadi. O'sha holatlarda ham o'sha o'zini kompleksli mashqini, boya reabilitatsiyasini uyda o'tkazadi.
Reabilitatsiya sohasi zo'r soha, bizada endi rivojlanmagan, o'zingiz ham bilasiz. Endi bu ancha birinchi o'rinda turishi kerak-da hozirgi paytda. Hozir Chunki to'g'ri. bizada hamma, o'zimiz ham hammani orzu havasi ko'proq kam harakatli orzu havaslarda. Qimmat mashina olgisi keladi, o'tirsin televizor yoki boshlig'i bo'lsin, kresloda o'tirsin, boshqalar yursin, ishlasin. Kinoteatrga boradi, qayerqadir o'tirish kam harakatlida, mashinada yurish yo'q praktichески. O'shaning uchun mana bu опорный двигательный muammolar juda ko'p hozirgi paytda. Telefonda o'tiradi, bitta joyda o'tirish bilan bog'liq. Shu bizada reabilitatsiya endi mana rivojlanib ketyapti. Ba'zi bir ikkita chiqib qolib aytgan fikrlarini bolalar tashlaydi-da, eshitsam keyin g'alati bo'laman. Yo'q, reabilitatsiya umuman boshqacha bo'lishi kerak. Zo'r specialistlar hozir chiqib kelyapti, o'rganib, mana har bitta mishsaga ishlanib, shu har bitta o'zini holatidan kelib chiqib mashqlar qiladigan bo'lsa, mushaklarning ustida ishlaydigan bo'lsa, mana bunaqa siz aytayotgandek muammo yoki operatsiyagacha boradigan muammolar keskin kamayib ketadi. To'ppa-to'g'ri. Hozir nimaga operatsiya ko'p deydigan bo'lsa, asosiy sabab shunda yotibdi. To'g'ri. O'zi voz 21-asr kirib kelganida tibbiyotning asosiy vazifasi deb hayot sifatini yaxshilashni qo'yganda. Endi bu yerda profilaktika birinchi o'ringa chiqgan. To'g'ri. Mashq qilish, hayot sifatini yaxshilash, To'g'ri ovqatlanish. yomon shu kasallikka olib boradigan narsalarning oldini olish, shularni birinchi o'ringa qo'ygan. Endi shu asosan baribir hech bo'lmasa ertalab uyda 15-20 minut turib mashq qiladigan bo'lsa, u juda zo'r ham o'zini sog'lig'iga ham juda ko'p kasalliklarning oldini oladi-da. Bizada ham g'oya shu-da, bemorga boyadagi mishni tonus to'g'rilab, unga определенный mashq berib, muntazam qilib yurasiz. Sog'lomlashtiruvchi mashq muntazam qilsangiz, keyin doriga ham, boyadagi anaqaga ham muhtojligingiz bo'lmaydi, operatsiyaga ham. Keyinchalik hayot sifatingiz yaxshilanadi. To'g'ri ovqatlanish urg'u beramiz. Kelgan bemorlarning bo'g'im kasalligi bilan kelganlarda endi hozir ko'p mana shu umurtqa bo'g'inda ham uchraydi daj muammolar. So'rasangiz ovqatlanish tarzi juda yomon bo'ladi. Ovqatdan juda ko'p narsa bog'liq. Chunki o'sha ovqatlanishni noto'g'ri qilgandan keyin vaspaleniyani chaqiradigan ovqatlar bor o'zi. Misol uchun organizm sovuqligini oshirib turib, vaspaleniya xarakterini kuchaytirib yuboradigan noto'g'ri ovqatlanish bizani boydagi qo'shimcha ovqatlar, ko'p xamir iste'mol qilish, shirinliklarni ko'p yeyish vaspaleniyani kuchaytiradi. Bu o'sha aniqlangan. Qandli diabetda ham nima deydi, erta olib kelishga sababchi bo'ladi. Umurtqada ham boyaga aytganingizdek bo'g'imlar bor, kichkina bo'g'imlar. Mana shu bo'g'imlar ham ko'proq boyaga shamollash bilan aziyat chekadi. Odam shu shamollagan o'sha bu mayda bo'g'imlarini kasalligi orqali beli qotish, beldagi muammolar kelib chiqadi-da, grija deb yuraveradi, grijani lechini qilib. Mana shu bo'g'im muammosi bo'lsa, medial nerv, tishi nerv og'riq beradi. Shunaqa nervni biz o'chirib beramiz. Shunaqa amerikanskiy apparat kelgan, Boston Scientific deganda. Men uni asosan yoshi katta qarilarga qilaman-da. Yoshlar ham keladi, og'riq hamma narsa qildim deydi. Sababi uni men nerv o'chirib bersam, 6 oydan 1 yil, 1,5 yil ichida u nerv yana tiklanadi. To'g'ri. Ya'ni uyg'onadi. Endi og'riqni o'chirib bersam, mashq qilmasa, 6 oydan keyin keladi o'sha 2 barobar kuchli og'riq bilan. To'ppa-to'g'ri. Men shuni aytaman, kelsang, men muammosi hozir kirsang o'chirib beraman. Mashq qildingmi? Yo'q. Qilmaydi. Mana bu ishni qildingmi? Yo'q. Sen oldin men shuni aytganimni qilgin, 1 oy yo'lga qo'ygin, og'riq qo'yib yubormasa keyin qilib beraman. Bu yerda ikkita sabab bor. Birinchisi shu mashq qilsang, birinchidan og'rig'ing qo'yib yuboradi. Oldin kelib o'tirmaysan. Agar qo'yib yubormasa, sen hech bo'lmasa o'sha mashqni yo'lga qo'ygansan. Men senga og'rig'ingni to'xtatib bersam, o'sha boshlading, yana 4-5 oy shu mashqni davom ettirsang, u nerv uyg'ongandan keyin yaxshi sharoitda o'sha og'riq bo'lmaydi. Yosh kattalar keladi, bolam deydi, menga shu og'riqni o'chirib ber, xohlagan mashqingni qilaman deydi. Ularga o'chirib beramiz. Chunki yosh kattada 70 yosh qiynalishadi harakatda. Birdaniga tez harakat qilish olmaydi. Qilib beramiz zo'r. Mashq keyin qilib ketaverishadi. Bu nimasi yo'q. O'shaning uchun doim faqat meni nima mashq qilaring deyman-da hammaga. Operatsiyani 100% ko'rsatma bo'lsa, operatsiya ham bunaqacha strashni emas hozir. To'g'ri. Nomi faqat qolgan, kiramiz, olib tashlaymiz. Shu operatsiya boya boshida savol berdingiz-ku.
oyoq ishlamay qolishidan qo'rqadi ko'pchilikda. Hozirgi paytda teskari bo'lganda. То есть operatsiya qildirgan 20-30 yil oldin kimdir oyog'i ishlamay qolgan, nerv noto'g'ri nima bo'lib uzib qo'yishganda. Hozir ham kelishadi, operatsiya bo'lgan, savol beraman, nima bo'ldi desam, operatsiyadan keyin oyog'im ishlamayapti deydi. Keyin uni so'rasangiz, oyog'i ishlamay turib, keyin operatsiya qildirgan. Operatsiya qilsa ham уже nerv uyg'onmagan. Mana Kauda sindromi eng xavflisi, juda kam uchraydi o'zi. Birdan past sezmaydi, ishlamaydi. O'shani 48 soat vaqt bor-da. Yaqinda ham mana televizorlarda ham aylandi-ku, shunaqa holat bilan bemor borgan, zo'r qilamiz degan, u bemor уже tiklana olmay qolgan. Keyin yoz chiz muammosi boshlandi. Mana shunaqa holat bo'lsa, xirurgiya bilan shug'ullanmaydigan boshqa reabilitatsiya deymiz, dori darmon bilan lechение, fizioterapiya, mana shunaqa bir qo'pol nevrologik holat bo'lsa, uni srochniy yuborish kerak. O'zlarida muammo bo'ladi-da. Bemor bilmaydi. Anu operatsiyasiz tuzatib yuboraman deydigan vrach qidiradi-da. Bo'ldi qilib beraman desa o'shanda qoladi. O'zi ayb aslida patsientning o'zida. To'g'ri. Endi misol uchun 95 ta grijani tuzatib yuborgan bo'lsa, 5 tasini tuzata olmaydi baribir. To'g'ri. Hammani ham. 95 tasini tuzatdim, shu 5 tasini ham tuzataman deb o'ylab qolish kerak emas-da, asosiysi. Eng glavniysi tashxis qo'yib, to'g'ri mutaxassisga borishdi. Agar o'sha boya aytganingizdek to'g'ri tashxis qo'ymasa, mushagidan baholamasa, boyagi holatni o'rganib chiqmasdan sirazi davolashga kirishib ketsa, kechikishi mumkin. Yoki boyagi holatlar noto'g'ri tashxis bilan operatsiya bo'ladigan holatlar ham bormi? Misol uchun endi hozir praktichески yo'q. Sababini aytaman, hozir patsientlar tayyor bo'lib keladi oldingizga. bo'ldi. Shunaqa holatlar bo'ladiki, savol berishadi-da. Keyin молодец, zo'r doktor ekansiz deydi. Siz bilan ChatGPTning fikri bir xil chiqyapti deydi. O'zi tayyor bo'lsak. Oldin o'rganib chiqishgan bo'ladi. Keyin nima lechение qiling, lechение yozib bering deydi. Keyin ChatGPTdan so'ravering deyman. Mayli siz yozib bering, men undan ham so'rayman, solishtirib keyin ko'raman deydi. Ular ham hazillashib tayyor bo'lib kelishadi. Bunaqa praktichески hozir belda ozgina og'riq bor, bemorlar ham bir qancha shifokorga borishadi. O'zlari o'ylab, o'zlari tushunib, o'zlari o'qib turib, informatsiyani hozir olish oson. O'shanda operatsiya. Hech kim belda grija bor, primoy operatsion stolga yotmaydi. Men oldimga kelish uchun kamida 5-6 kishini aylanib chiqqan bo'ladi-da. O'zlari keyin tan berib, keyin kelishadi. Shunaqa noto'g'ri lechение degan narsa yo'q-da hozir. Xo'p, qo'l uvishish, bo'yinda kuchli og'riq, boshga tortib berish og'riqlarida murojaat qilishadi. Ko'p sizga ham kelishgan. Bo'yinni tekshirsa, ko'rsa bo'yinda unaqa seriozniy grija bo'lmaydi ko'p holatlarda. Lekin u shikoyati bo'ynim qotadi, boshimga birdan og'riq keladi. Keyin bir ozginadan qo'yib yuboradi deydi yoki qo'lim kechasi bilan uvishib chiqadi deydi. Uni bizani oldimizgacha bunaqa darajada yetib kelishmaydi. O'zi aslida уже bo'lsa siz operatsiya qilish kerak deb направить qilishadi. Ba'zida kelishadi shunaqa holatlar. Kechasi uyish bo'lishi yoki bosh orqasiga og'riq berish, davleniya oshishi, bu bo'yin grijasi bilan umuman bog'liq joyi. Bo'yin grijasini asosan beradigan nimasi, bitta nervni siqsa aynan shu nerv bo'ylab xarakterli og'riq bo'ladi. Mana shu ikkita barmog'im uyishyapti deydi. Mana shu nimasi постоянный bo'ladi bu narsada. Yoki boshqa barmoq. Eng xavflisi bu markaziy grija bo'lib, orqa miyani yaxshilab ezib qo'ysa, miyelopatiya yozgan bo'ladi. MRTda sal orqa miya oq, sal dog'ga o'xshagan narsa bo'ladi. Zaключенияda ham miyelopatiya yozilgan bo'ladi. Bunaqa holatda srochniy operatsiya qilish kerak. Buni praktichески hamma nevropatologlarimiz bilishadi. Miyelopatiya bu xavfli narsa. Orqa miya уже boradigan joyi yo'q, qiladigan bir organizm ham kuchi yetmayapti. Bo'yindan pastga отказ berishni boshlaydi. Zo'rg'a yuradi, bitta mana choynini ham ko'tara olmaydi, bokalni ham qo'ldan tushib ketaveradi. Maqsad tezroq operatsiya qilsa, tezroq tiklanadi. Uzoq cho'z yursa praktichески tiklanmaydi o'sha. Demak, operatsiyadan keyin reabilitatsiyaga ham ozgina vaqt ketadi tiklanishiga. Tiklanishga ko'proq vaqt ketadi. Agar o'tkazib yuborsa,
уже o'tkazib yuborsa уже foydasi ham bo'lmaydi. foydasi ham bo'lmaydi. Qolgan simptomlar kechasi uyushadi, bir og'riq berib yo'qoladi, bosh orqasiga og'riq berib, davleniya qulog'imda shum, bo'yin grijasiga hech qanaqa aloqasi yo'q bu narsani. Bizni tekshirsak, bu holatda mana shu bo'yin qismidagi mushak spazmi bo'lib chiqadi. Misol GKS degan mышцamiz bor. Mana shu GKS boydagi gipertonusga tushib qolishi spazmga. Buni orqasida misol uchun yonida lesnichniy mышца bo'ladi, polniy qon tomirlar shuni atrofidan o'tadi miyaga. Buni gipertonus bo'lib qolishi ham boyagi miyaga qon aylanishini buzadi, keyin birdaniga boshni mana orqa qismigacha beradigan og'riqlarni beradi. Buni sababini topib, buni boydagi normada qisqarib yozilishi, norma tonusga olib kelib qo'ygandan keyin u og'riq simptomlar ketdi deb ham aytishadi bizga. Даже qo'ldagi uvushlar ham shunga bog'liq taqaladi. Uvushlar har xil, kechasi uvushadi, kunduzi qo'yib yuboradi. Tinimsiz emasdi. Boydagi qo'lda kuchsizlik bilan bir bemor 1 yil oldin ko'rdik, qo'lda kuchsizlik bilan keldi. Hamma joyga borib kelgan, bo'ynini ko'rsangiz aytganingizdek grija anaqasi ko'rinmayapti. Lekin qo'lda boydagi kuchini tekshirsak, juda ham baquvvat o'z здоровый odam, bitta qo'lda usha olmayapti yaxshi, bitta qo'lda mo'shni. Tekshirib chiqsak, umurtqani, o'sha bo'yin qismidagi umurtqani boydagi sustavida muammo bor ekan, ya'ni o'sha boydagi signalda, retseptor signalida. Именно o'shani ochib yuborish orqali 2-3 daqiqa ichida qo'lda kuch tiklandi odam. Sraz tiklandi. Shu bemor 3 kunmi ko'rdim, shundan keyin ko'rmadim. 1 yildan keyin qayta keldilar oldimga. Qo'lni tekshirsam, qo'lda o'sha muammo yo'q-da, 1 yil bo'lgan, o'shandan yaxshi bo'lib ketdim deydi. Nima muammo bor desam, endi oyog'ini barmoqlarida qanaqadir o'zgarish bo'lgan, o'shanga murojaat qilib kelgan ekan. Shunaqa holatlarni ko'rganmiz. Demak, men o'zim o'yladim, demak bu grijani anaqasi emas. Bu mushakning spazmidan boyiga qo'ldagi anaqa kuchsizlik kelgan ekandimda. Endi mышцаga ko'p narsa bog'liq-da. Boya aytgandek, ko'p sabablardan biri mышцный og'riq beldagi. Tushunaman. Shuni yaxshi bunaqa bartaraf etadigan bo'lsangiz zo'r. Faqat hammasiga mashq tayinlash kerak-da, hamma bemorlarga. Bu bizani asosiy anaqamiz. Mushakni tiklaymiz, to'g'ri og'riq qoladi, odam xursand bo'ladi. Uyga borib dangasalik qilib mashq qilmasligi mumkin, lekin qayta nazoratga chaqiraman 1 oydan keyin. Sizlarda ham misol operatsiyadan keyin qayta ko'rik bo'ladi, xuddi shunaqa tiklandi, og'riq qoldi, yaxshi bo'ldi, Allohga shukr. Endi mashq qilasiz, keyin qayta kelasiz. Mashq qilgan odam bilaman. Chunki tonusini tekshirganimda o'sha ketayotganda qanaqa edi, mashq qilganda u tonus yana ham ko'tarilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha mышцный tonusi juda ham yengil bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan bo'ladi. Mashq qilmagan odamni ham bilaman. O'sha tonus shunda turgan, og'rig'i yo'q, lekin agar shu yurishda yana 3-4 oy davom etadigan bo'lsa, yana sekin-sekin boshqa joylarda og'riq kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun reabilitatsiya, mashq juda ham. Endi reabilitatsiya desa ko'pchilik qatnab ola olmaydi. Misol uchun viloyatdan bu yoqqa davolanishga kelishi mumkin. Reabilitatsiyani ko'proq mashq orqali uyda qilinglar deb anaqa beramiz, tavsiya qilamiz. Noto'g'ri qilib qo'ysa ham mышца spazm berib qo'ymaydimi? Xo'p, o'zi yengil mashqlar bor, hammaga mumkin. Misol uchun bel grijasida boydagi mashq buyuramiz, что belga nagruska bermay yotib olgan holatda qilinadigan. Tizzaga oyog'ini osiltirib turgan holatda, ya'ni bo'g'imga nagruska bermaydigan. Zarar bermaydigan mashq dekompression bo'ladi ko'proq. Ya'ni cho'zuvchi mashqlar. Mushakni ustidan, bo'g'im ustidan bosim bermaymiz-da, cho'zib turib rezinka orqali qilinadigan mashqlar 90% holatda bemalol uyda bajarsa bo'ladi. U mashqlar zarar bermaydi. Lekin boydagi nagruska bilan qanaqadir yuklarni ko'tarib qilinadigan mashqlar boy trener nazoratida bo'lishi kerak. Dekompressiya mashqlar, cho'zuvchi, tortuvchi mashqlarimiz 90% holatda zarar bermaydi. Uni ham yengildan boshlab turib, sekin-sekin kuchaytiriladi. Hammasini tartiblab beramiz shu. Endi mutaxassis nazorati reabilitatsiya qilganiga yetmaydi baribir. Imkoniyat sharoiti bo'lsa, bu juda ham zo'r narsa hisoblanadi. Bizda belida muammodan reabilitatsiya bilan shug'ullanadigan mutaxassisni uncha qadrlashmaydi hamda. Shunaqa o'rgatgan 4 ta mashqini uyda qilveraman, shunchaga 200 ming, 300 ming olishyaptimi deb o'ylashadi, lekin aslida bu chet elda juda qimmat turadi. Reabilitatsiya chet elda rivojlangan. Juda qimmat. Mana bu Turkiyaga operatsiyaga borishadigan bo'lsa, umurtqa sohasida yoki Hindistonga boradigan bo'lsa, bemorlar bilan gaplashsam aytishadi. Taxminan bir 16-18 ming dollar deydi hammasi xarajatlari bilan. Shundan 8 mingga
operatsiya xarajatlariga, qolgan yarmi reabilitatsiyaga deydi. Ya'ni reabilitatsiya praktik operatsiya bundan ozgina qimmatroq turadi. To'g'ri. Bu juda qimmatda. Bizda arzon, shu arzon bo'lgani uchun balkim qadrlashmas bu narsani. Bizda tushuncha yo'qligi uchun qadrlashmaydi. Qanchalik insonga kerakligi. Endi bu mutaxassisning o'ziga ham bog'liq, qilayotgan ishini qanchalik ahamiyatli, qadrli ekanligini tushuntirish kerak-da. Bemorga tushuntirib berish kerak. Tushuntirib bera olmagandan hamma inson buni qiymati yo'q ekan. Bu narsani o'zim ham quvuraman yoki o'zi e'tibor bilan qilmaydi. Mana buni oyog'ingni ko'tarib tur deb o'z telefonda gaplashib tursa, bemor ham har bir inson men ham borsam bormasdim-da boshqa. To'g'ri. Reabilitatsiyani zo'r mutaxassislari bor O'zbekistonda, lekin kam. Misol uchun bemorlarni yuborsam alohida minnatdor bo'lib telefon ham qilishadi. Siz aytgandek, вообще zo'r ekan mutaxassis deb aytishadi ham. Shunaqa holat, shular ko'payishi kerak deyman-da. Grijani operatsiyasi davolaymiz deb har xil bo'lar bo'lmas narsalarni qilish kerak emas-da. To'g'ri. Aynan mana shu reabilitatsiyaga urg'u berib mashq qilinadigan bo'lsa, xudoga shukr, zallarimiz ko'p, в принципе. Har bir mishsa ishlasa bo'ladi. Oyga o'stiriy perioddan olib chiqib olib turib, keyin gimnastika bilan polniy bartaraf qilsa bo'ladi. Конечно. Ancha-muncha kasallarni oldini olsa bo'ladi. Oyoq muzlashidan bemorlar shikoyat qilib kardiolog vrachlarga borishadi, ya'ni qon tomir bo'yicha xirurglarga borishadi. Qon tomiri Doppler tekshiruv qilishadi, hech narsa topilmaydi. Ya'ni Dopplerda toza chiqadi. Keyin uni nerpatologga jo'natadi. Nerpatolog tekshiradi. Unda ham qanaqadir simptomlarni aniqlamaydi, lekin bu odamlar uzoq vaqt davomida shikoyati bilan yuraveradi. Ya'ni qiynalib boydagi oyog'im muzlaydi deydi. Keyin sahrga tekshirib ko'rishadi. Bir xillarda 50% sahr bo'lmasligidan ham muzlaydigan oyoqlar bo'ladi-da. Oyoq, qo'lda muzlash. Shunaqa kasallar murojaat qilganmi sizga? Odatda grija muzlash hissini beradimi? Grijani o'zi to'g'ri bermaydi-yu, nerv uzoq siqib qolsa, bunaqada misol uchun gipesteziya yoki paresteziya degan holatlar bo'ladi. Patsient oyog'i muzlayapti deydi, oyog'ini ushasi issiq turadi o'zi. Bunda endi ko'proq nerv bilan o'zgarish muammolar tegida yotadi. Endi o'tkazib yuborgan ma'lum bir holatda yaxshi sekin-sekin yaxshi qilsa bo'ladi bu narsani. Siz holatingizda qanaqa? Bizning holatda yaqinda bitta bemor keldi. Oyoq muzlash birdaniga boshlangan. Birdaniga? Birdaniga. Ushasi ham muzdek. Ushasizcha unchalik muzdek emas, lekin qattiq muzlash hissidan uxlolmayman deb murojaat qildi. Tekshirsak, mushaklarda nuqson aniqladik. Ya'ni o'sha ikronojniy, передний большеберцовой именно oyoqqa tagiga kelib ulanadigan, oyoqni boshqaradigan mushaklarda gipotonus holati, umuman kuchsizlikni aniqladik. Keyin tekshirib chiqib, ularga tonus qaytarganimizda boyi muzlash holasi ketayotganini, yurishdi boyiga anaqasi yaxshi bo'layotganini his qildi. Unda shunaqa holatda ham ko'rdik. Ya'ni o'sha ikkita oyog'i mushagi ishlamay qolsa, ana odam muvozanati ham yaxshi bo'lmay qoladi. Ya'ni ikronojniy bilan передний большеберцовой deymiz, inson oldinga orqaga ketib qolishini ta'minlab turadigan, ushab turadigan mushaklar. O'shalar ishlamasa, odam aytadi, men gandirelab ketyapman. Muvozanatim usholmayapman deydi. U boshimdan deydi muvozanat. Lekin tekshirsangiz, u oyog'ini mishsalari ishlamayotgan bo'ladi. Ba'zida shunaqa nima bo'ladi? Bizga kelishadi, oyog'im muzladi deb ko'p aylanib yurishadi-da. Sezgisi kamayib ketadi. Keyin biz MRT birinchi marta MRT qilsa aniqlanmaydi. Keyin nevrologiyasini tekshiramizda, MRT s kontrastim yuborgan, o'sma turgan bo'ladi. Ba'zida shunaqa holat bo'ladiki, pastdan boshlanadi muzlash. Agar o'sma orqa miya ichida joylashgan bo'lsa, orqa miyadagi o'sma pastdan tepaga qarab boradi muammo. Tushunarli. Yoki tashqarida bo'ladigan bo'lsa, aynan shu joyidan turib pastga qarab borishi mumkin, lekin shunaqa payt ozgina ehtiyot bo'lish kerak vaqt jihatdan, boshqa tarafdan. Grija holatida shish beradimi qo'lga oyoqqa? Yo'q. Achog bermaydi grija hech qachon. Lekin grijam bor, qo'lda shishim bor deb ham keladi. Bo'ynimda grija bor, qo'lda shishim bor deydi. Grija shu nerv siqqani uchun nerv nima qilishni bilmaydi-da. Mana shu o'zi innervatsiya qiladigan yo'l bo'ylab shu baqirishni boshlaydi. Boshqa hech qanaqa shishish holatlari, ozishcha. Ozish bo'lishi mumkin. Mana shu nerv уже sekin-sekin faoliyatini sekin tugatayotganda u mushaklar ishlamaydi. Uzoq muddat yuradi. Mana shu mishsalarni
harakati bo'lmasa ozish boshlanadi. Asosan maqsad shu. To есть ikkita oyoq bir-biriga nisbatan ozsa operatsiya qilinsin deymiz-ku biz grija holatida. Aynan shu nerv yo'li bo'ylab mushakni ko'rsa, o'sha mushak bunisiga nisbatan ozigan bo'ladi. Ishlamaydi-da u narsa. Bitta bemor keldi, tajribamizda bo'ldi shunaqasi. 1 yildan oshiq vaqt bo'ldi. Boyagi bemorda 10 mm grija aniqlangan 1 yil oldin. Og'riq bo'lgan, operatsiya qildirmay yuravergan, keyin oyog'i ozib ketishni boshlagan, oyoq bel qismiga deformatsiya beravergan. Ya'ni o'tirganimizda belimiz o'zini ichkari kirib turadigan qismi bor, past qismi. Endi unda shu qismi ham yo'q bo'lib, u o'tirganda ham noto'g'ri o'tiradigan bo'lib qolgan, oyog'ini o'sha oxirigacha ocha olmaydi. Orqadan tortib tur. Konkretniy o'sha simptomlari grijani belgisi o'tda chiqib ham turibdi. 12 mm grija bo'lib ketgan. Keyin sразу operatsiya ko'rsatma berdik. Boring, buni oldirib tashlang. Menga 1 yil oldin aytishgan, operatsiyasiz davolanishim kerak dedi. Endi unaqa risk qilmang, oyog'ingiz ozib ketibdi desak ham qo'ymadi. Keyin ishladik, majbur bo'ldik, shifo Allohdan. O'sha o'zimizning nuqtalarga ishladik. Именно grijani kelib chiqish sababida bizada mushakni haddan tashqari gipertonusi deymiz. Chunki mishsa gipertonus bo'lib, umurtqani bir-biriga davleniya qilib turgan sari tinimsiz. Keyin u sekin-sekin boyiga diskka bo'lgan bosim ko'payib, sekin grij o'sib chiqadi deb aytamiz-da. Bu yerda sabab boshqacha. Mana bu fibroz xalqqa, ya'ni 20 qavat yupqa nimalardan iborat-da. Ichkarida pulpoz yadroni o'rab turadi. Odamni o'zi hech e'tibor bersangiz, ertalab turib bo'yini o'lchasa, kechki payt borib o'lchasa pastroq bo'ladi. To'g'ri. Asosan mana shu disk o'tirib qolish hisobiga bo'ladi-da. Mana shu fibroz xalqqa tushunish uchun mashinani yoki kamazlarni shinasi deymiz. Taxminan 900 atmosfer bosimida shishirishadi uni. Disk просто yotgan holatingizda 900 atmosfer bosimda. O'tirib yarim soat, 1 soat o'tirib ishlaydigan o'zingiz 3500 atmosfer bosimgacha oshar ekan, bosim tasavvur qilishingiz uchun. Mощный давление turadi-da. Tak bosim yuqori disk ichida. Oziq ovqatlanish, ya'ni diskni o'zida qon tomiri bo'lmaydi, u yuqoridagi pastki umurtqa tanasidan oziqlanadi qon tomirlaridan. Oziqlanish buzilsa, treshina paydo bo'ladi fibroz xalqida. Yuqori bosimi shuncha yil ushab turgan narsa treshina paydo bo'lsa, bosim yuqori-ku, noto'g'ri harakat sababli bosim shu yoqqa kelsa otib yuboradi. Endi mishsa bunaqasiga ezmaydi-da asosan. Disk asosan govdani ko'taradi, amortizatsiya vazifasini bajaradi. Ko'proq kelib chiqish sabablari mana shu treshina bo'lish holati, endi tabiiy qarish jarayoni, albatta keyin oziqlanish buzilishi. Endi 17 yoshlilar ham keladi, 18 yoshli. Hozir bizda ham shunaqa. Endi biz aytamiz, misol menga o'zimda keldi, 17 yoshli qiz keldi, sumkasidan og'ir narsa ko'tarmagan misol uchun-da. Og'ir ko'tarmagan. O'tirib ish qilasanmi desa, yo'q, uni 17 yoshda o'tirib ish qiladigan ish ham qilmagan. Bitta sabab 17 mm grija nerv ildizini bosib, yaxshigina bosib turibdi. Bitta sabab, yaxshilab so'rasam, balandlikdan sakraganman. Balandlikdan sakragan yoki yiqilgan. Keyin mishsa gipertonusga tushgan. Sekin-sekin boy grijan o'sishi sababchi bo'lgan topdik-da. O qiz bilan ishladik. Mishsani tekshirib, konkretni mishsada boydagi buzilish bor. Tiklab beruvdik, u bir necha oy ichida yaxshi bo'lib ketdi. Og'rig'i butunlay yo'qolib ketdi, misol uchun. Endi grija so'riladi. To'g'ri, so'riladi. Organizm sekin-sekin uni yo'qotishga harakat qiladi. No faktor endi zarba bo'lishi mumkin, udar bo'lishi mumkin. Uni ichidagi pulpoz yadroni bo'rtib chiqishiga endi asosan mana shu oziqlanish. Dahshat tonus bilan ham yurishadi-da. Ularda grija yo'q praktik. Patsientlar keladi. MRTda ko'rsam, mishsani ham e'tibor beraman-da. Mishsa to'q rangroq bo'ladi. Slabiyroq bo'lsa, ozg'inroq patsientlar asosan ushlasangiz beli qattiq bo'ladi. Nagruz ko'p tushgani hisobiga mishsa tonusiga tushgan. Endi ularda praktik grija yo'q. Mashq qiling, mishsalarning tonusini ozgina pasaytiring. Grijangiz yo'q deymiz-da. Endi meditsinada to'g'ridan to'g'ri har bitta kasallikni, ba'zi kasalliklardan tashqari sabablari hammasi o'rganilgan bu narsa. Ko'p baribir kasalligiga sabab mushak. Og'riqqa sabab demoqchiman. Og'riqqa sabab ham mishsa, keyin kasallikni boyiga
kelib chiqishini boshida ham mышца deb hisoblaymiz-da ko'p holatda. Sababi mana degenerativ o'zgarish deyapsiz, bo'g'imda. Tizza bo'g'imida misol uchun. Boya aytganingizdek, yoshlarda ham artrozda. 28 yosh ikkinchi darajali yemirilishda. Tekshirsak, lekin mышцасы yaxshi emas-da. Agar shunaqa kelsa, deylik bo'g'imida yemirilish bor-da, mышцалari tonusi, metatis refleks joyida bo'lgan odam hali ko'rmadim shu paytda. Hozir mышцасida muammolar tiqilib yotibdi hozir praktichески. Mana hammasi o'shaning uchun mышца ustida ishlash kerak deyman. Nagruska berish kerak, trenirovka qilish kerak. Mana biza bugundan shu podkast loyihasini boshladik. Именно xalqimizni qiziqtiradigan aktual temalarni olib chiqishga harakat qilamiz. Sizlarni nima bezovta qiladi shu bel sohasida, shu haqda kommentariyada savollaringiz bo'lsa qoldirsanglar bo'ladi. Bularga birma-bir javob berib chiqamiz. Agar sizlarda ham xuddi shu keltirilgan simptomlar bo'lsa, shu doktorimizga Ahmadjonov Dilshod akamga murojaat qilasizlar, bitta raqamni qoldiramiz. Tezda chora ko'rish kerak bo'lgan holatlarni konsultatsiya qilib, to'liq tashxis qo'yib, davolab beradilar, xudo xolisa. Podkast chaqirganingiz uchun, yo'q demay kelganingiz uchun sizga rahmat. Shuncha ma'lumotlar almashdik, bu ko'pchilikga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Bunaqa ish yo'lga qo'yganingiz yaxshi bo'ldi. Tibbiyot sohasida ham zo'r ishingizga omad. Rahmat. Shu asosan belinglarni, mushakinglarni ehtiyot qilinglar. Mashq asosan biza eng oxirida turamiz. Asosan mushaklarni ehtiyot qilib, mashq qilib, to'g'ri ovqatlanib, sportni yo'lga qo'ysanglar, nasib qilsa bizagacha yetib kelmaysizda. Sizlarni kasalliklar o'zingizlar yaxshi qilaverasizlar. Sizga ham ishingizga omad. Zo'r yo'nalish boshlabsiz. O'zingiz sohangiz bo'yicha mushaklarni bo'shatish masalasi bo'yicha aytyapman. O'zim ham boraman, bir yelkan to'g'rilib berarsiz. Shuni videoga olib qo'yamiz. Kuzatishda davom etinglar. Kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Sizlarda ham xuddi shunaqa bel og'rig'idan yoki grijadan shikoyatlar bo'lsa, bizlar bilan bog'lanish uchun raqamni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.